Respublika Ma'naviyat va ma'rifat markazi Chortoq tuman bo'linmasi rahbari Rasuljon aka Ummatov bugun studiyamiz mehmoni. Rasuljon aka, assalomu alaykum. Rasuljon aka, sizni studiyamizda xush ko'rdik. Assalomu alaykum. Kayfiyatlaringiz yaxshimi asosiysi? Yaxshi, rahmat. Endi keling avvalo sohaga doir umumiy fikrlaringiz bilan o'rtoqlashsak. Assalomu alaykum. Guldasta ko'rsatuvini e'tibor bilan kuzatib borayotgan aziz teletomoshabinlar, turli soha vakillari bilan jonli muloqot tarzida efirga uzatib borilayotgan Guldasta ko'rsatuvining nomlanishida ham ma'naviy ma'no mujassam deb o'ylayman. Sababi bu go'zallik timsoli bo'lishi bilan birga ezgulik ramzi ham hisoblanadi. Aynan Namanganimiz ham gullar diyori bo'lganligi uchun ham aynan mana shu viloyatimizni qaysidir ma'noda Guldasta dasturida biz ijtimoiy, iqtisodiy juda ham bir keng ko'lamdagi bir yangiliklarni yoki mana shunaqa dildan suhbatlarni Guldasta dasturida xalqimizga yetkazib borishga harakat qilamiz. To'g'ri aytdingiz. Har yili an'anaviy tarzda o'tkazib borilayotgan xalqaro gullar festivali ma'naviyat bayramiga aylanib ketishi ham bejiz emas. Albatta. Endi aynan mana shu islohotlar haqida suhbatimiz davom etayotganda so'zingiz bor edi, marhamat davom etishingiz mumkin. Yoshlar davlatning oltin fondi hisoblanadi. 3-Renessans bunyodkorlari ham deyish mumkin ularni. Biz milliy tiklanishdan milliy yuksalish sari g'oyasi asosida faoliyatimiz davomida uzluksiz ma'naviy tarbiya konsepsiyasini hamkor tashkilotlar bilan birga amalga oshirishimiz oldimizda turgan vazifalardan hisoblanadi. Respublika Ma'naviyat va ma'rifat kengashiga prezidentimiz raislik qiladilar. Hududiy kengashlarga esa viloyat va tuman hokimlari rahbarlik qilishadi. Biz tumanda fevral va mart oylarida tuman ma'naviyat va ma'rifat kengashini yig'ilishlarini o'tkazdik. Idora va muassasalar hamda hamkor tashkilotlar bilan yo'l xaritalar tasdiqlangan. Shunga muvofiq ishlarimizni davom ettiryapmiz. Endi aynan bugungi kunda aytadigan bo'lsak, yoshlar tarbiyasi, yoshlar siyosati, ularning odob, axloqi yoki o'sha ularni ma'naviy bir kamoloti yo'lida juda ham ko'p ishlar amalga oshirilyapti-da. Endi bugun bevosita yoshlarimiz ijtimoiy tarmoqlar bilan hamohang tarzda tarbiya topishyapti deb ayta olamiz. Chunki bugun o'zimiz xohlasak-da, xohlamasak-da axborot texnologiyalari har bir insonning hayotida bir muhim o'zini o'rniga ega bo'lib boryapti. Endi bu borada bugun yoshlar tarbiyasida mana shu ma'naviy kamolotida ma'naviyat va ma'rifat markazi qanday bir g'oyalarni ilgari suryapti, qanday ishlarni amalga oshirishni rejalashtirgan? Albatta, ijtimoiy tarmoqlarda axborot xurujlari orqali yoshlar ongiga ta'sir ko'rsatish holatlari hammamizga ma'lum. Shu borada ham biz o'sha zamonaviy yondashuvlarni amalga oshiryapmiz. Bunda milliy kontentlarni yaratib, o'sha video kontentlarni yaratib, ijtimoiy tarmoqlarga qisqa roliklar asosida joylashtirib borilyapti. Misol o'zimizni tumanimiz misolida oladigan bo'lsak, ijtimoiy tarmoq barcha sahifalarda, Telegram kanal, Facebook, Instagram, YouTube, hattoki Twitterda ham o'zimizning sahifalarimizga egamiz. Kunlik ma'lumotlarni yangilash orqali u yerda izohlar qoldiriladi. Izohlarga javob berish orqali biz ishlarimizni davom ettiryapmiz. Va yuqorida bir suhbatda gapirib o'tdingiz, bugun biz aynan mana shu demak zamonaviy texnologiyalar asosida foydalanib, hattoki sun'iy intellekt bilan ishlashga harakat qilyapmiz deb aytdingiz. Bu haqida ham to'g'ri. Albatta, uning ahamiyati nimada? Albatta, hozir shu sun'iy intellekt ham hayotimizga joriy etilib, bevosita kirib boryapti. Bunda mana bu yil Imom Moturidi hamda Mahmudxo'ja Behbudiy yubiley to'ylarini nishonlash bo'yicha prezidentimizning qarorlari imzolangan. Shu borada gapiradigan bo'lsam, shu buyuk siymolarimizni sun'iy intellekt orqali ularning qiyofalarini yaratib
ularni tilidan har xil hikmatli tarbiyaviy ahamiyatga ega bo'lgan hikmatli so'zlarni aytilishi ham yoshlarga juda katta tarbiyaviy ahamiyatga ega bo'lyapti. Albatta. Judayam yaxshi. Bu Rahmat. ham aynan qaysidir ma'noda o'sha yoshlarni bo'sh vaqtlarini mazmunli o'tkazishlari va ularda qaysidir ma'noda mana shu buyuk ajdodlarimizga bo'lgan bir e'tiborni kuchaytirish deymizmi? Ular haqidagi ma'lumotga ular ega haqidagi bo'lish, ma'lumotlarga ega albatta. bo'lishda haqiqatda juda ham bir yaxshi usul hisoblanadi. Albatta. Buni shu yoshlarimizni milliy liboslarga bo'lgan kuchli e'tiborda ham ko'rish mumkin. Bugungi kunda avvallari haqiqatan ham milliy kiyim kiyish qandaydir bir yoshlarimiz uchun, hattoki o'rta yoshdagi insonlar uchun ham erish tuyulardi. Bugungi kunda mana milliy liboslar juda ham keng Yana urf bo'lyapti. bo'lyapti. Milliy qadriyatlarimiz tiklanyapti. Butun dunyo afkor ommasi oldida biz o'zligimizni shu orqali ham namoyon qilyapmiz. Mana mart oyi milliy qadriyatlar oyligi sifatida juda ko'p tadbirlarga boy tarzda o'tdi. Mana aprel oyida ham 9-aprel Sohibqiron Amir Temurni tavallud 689 yilligi munosabati bilan ham tumanimizda ko'plab tadbirlarni o'tkazyapmiz. Mana 26-aprelda Muhammad Yusuf tavalludlari nishonlanadi. Undan keyin 9-may xotira va qadrlash Kuniga tayyorgarlik ko'rilyapti. kunlari doirasida ham ma'naviy ma'rifiy tadbirlarni amalga oshiramiz. Judayam yaxshi. Aynan reja maqsadlari haqida so'ramoqchi edim. Bu haqda mana o'zingiz savol ichida javob berib ketdingiz. Albatta mana shunday xayrli ishlarda biz omad tilab qolamiz. Bugungi kunda aynan mana shunday yoshlarimizga, aholiga aynan mana shunday ma'naviy ko'mak va albatta mana shunday qilinayotgan ishlarga biz faqatgina omadlar tilab qolamiz. Rasuljon aka, rahmat deymiz kattakon.